Bu acımız 55 yaş Qashqardan mush necha yil burun bu acımızga mush qizilungaç rakı deb diagnoz qo'ygan ekan. O'z yo'lida mush ximik davolash, nuraqliq davolashni qilibdi, lekin yaqin shu o'sma qayt qo'zg'alib, shu qizilungaçni biz tamoq yemayotgan bo'lib qopti. Shuning bilan bu burnuga göz qo'yib ko'pgan ko'rsangni bo'ladi. Undan keyin badan ajilgan ekan, tamoq yemagan ekan. Asosan yo'l mangmaydi ekan. Undan boshqa mush qizilungaçdagi o'sma shu qonay tishib tamoq yesalar bu qizilungaç to'shib olgan ekan, shu qonay ketib, mush qizilungaç qonaymışda to'shib qo'ygan kelgan ekan. Biz tekshirib avvalsal yaxshilagan ekan, mush qizilungaçga bir fumojiya deymiz. Ko'rib baqsangni bo'ldi. Mush jiyani qo'yib qo'ydik. Ma'noda set ko'ringan bilan amaliyot bu ko'nicho bu kasalligi ko'rsatkili olib qo'ygan jiya bu. Amaliyot bu jiyanda yangi pagizcha mush jiyani qo'ygan ekan. Birinchidan bu acımızdaki to'sib qolgan qizilungaç ichilib tamoq yalaydigan bo'ldi. Ikkinchidan shu ilgari tamoq ketib mush to'xtamay yo'tilib o'ksini yallig'lanayotgan to'qma yo'tal ko'rinarlik yaxshilandi. Ko'rib baqsangni bo'ldi. Tamoq yeshim shunday yaxshi. Pastga tushib mangib badan quvvatimizlik keldi. Bu davolash hamda hargiz bu kasalni tub yo'ldan saqaytirmaydi deganlik emas. Hozircha ham divan sifatli o'sminingki oxirgi mezgilda unda butun saqaytiradigan amal barliq kamida, lekin mush amal orqali mush tamoq yeyilgan keyin badan kuch quvvat asli kelsa, undan keyin ba'zi davolashni qilib umrini ma'lum mezgil uzartib bo'ldi. Masalan, so'raydiganlar 181 998 77 34 mush nomerni unda orqali maslahat so'rasanglar bo'ldi.